Agar sizni ham telefonni shunaqa qizib ketayotgan bo'lsa, men aytganimni qiling, odam bo'lasiz. Keling, hozir men sizga buni oldini olish uchun top 5 ta maslahat beraman. Приложениялар faqat asosiy fonda ishlaydi deb o'ylamang. Ular o'zini avtomatik tarzda обновить qilish uchun sizni ruxsatingizni ham so'rab o'tirmaydi. Shunda обновить qilaveradi. Shuning uchun настройкаga kirasiz, основной ustiga bosasiz, обновление kontenti bo'limiga o'tib, отключить qilib qo'yasiz. Ikkinchisi, hech kim antenna yo'q joyda telefonni tekshirmaydi. Lekin siz iPhone'ingiz antenna qidiraman deb qiynalib ketadi. Shuning uchun o'zingiz telefoningizni qiynamasdan, undan ko'ra настройкаga kirib olib, Xudo xayringizni bersin, shu rejim polotani yoqib qo'ying agar antennangiz bo'lmasa. Uchinchisi, telefoningizni zaryadkaga qo'yayotganda iltimos chihozingizni telefondan yechib qo'ying. Chunki fizik sabablarga ko'ra telefoningizni chiholda zaryadlayotganingizda issiqlik tiqilib qolish oqibatlariga olib keladi. To'rtinchisi, batareya bo'limiga kirib, telefoningizni energiyasini eng ko'p yeyotgan ilovalarni tekshirib olsangiz bo'ladi va telefoningizni burchagida chang bosib yotgan ilovalarni o'chirib tashlang. Beshinchisi, настройкаga kiring, pastga tushib universal dostуп bo'limiga kiring, display и размер tekstdan tanlang. Pastroqqa tushib va avtomatik yarqishni yoqib qo'ying. Buni faqat telefonning ortiqcha qizishini oldini oladi, balki batareyani tejaydi va ko'zingizni kamroq charchatadi. Aynan shu videoni telefonda tuxum qo'rsi bo'ladigan darajada yuradigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Shunaqa qiziqarli ma'lumotlardan qolib ketmaslik uchun bizdan uzoqlashmang.